O'zbekistonda oxirgi yillarda uy-joy narxining tez oshayotgani hisobiga pulini ushbu sektorga tikayotgan tayyor xonadonlarni ijaraga berib daromad olayotgan tadbirkorlar soni ko'paydi. Global miqyosida ham ko'chmas mulk eng daromadli bizneslardan biri hisoblanadi. Xususan, Zara kiyimlar brendi egasi Amancio Ortega dunyodagi eng yirik ko'chmas mulk investoridir. Forbes ma'lumotlariga ko'ra, tadbirkor 2001-yildan buyon 216 ta ko'chmas mulk obyekti uchun $24 milliard sarflagan. Taqqoslash uchun bu Amazon asoschisi Jeff Bezosning Blue Origin kosmik startapiga kiritgan jami investitsiyalaridan ham ko'proq. Faqat o'tgan yilning o'zida Ortega 10 ta shahar va 8 ta mamlakatdagi yangi bitimlar uchun $3 milliard dan ortiq pul ishlatgan.